5 yil bo'libdi birga ishlayotganimizga bizdan olgan uskunalaringiz hali ekan aka. Oxirgi marta mana sizga bir hafta oldin printer olib kelib berdik. Printeringizdan 1 minutiga yolg'on bo'lmasa 150 ta pechat qilyapmiz va ishchi tiraji, soni va vaqtda yutyapmiz. Undan keyin undan oldingi olib kelgan apparatlaringizdan ham mana bunaqa kitoblarni ishlab chiqarib, ustiga masalan laminatsiya taraflama matviy va glansiy qilib yaltiroq qilib beryapmiz. Undan tashqari mana bunaqa kitoblarimizni yonlarini kleylar berayotgan apparatlaringiz olib kelgansiz, o'shalar bilan kleylar beryapmiz. Undan olib kelgan vizitka apparatimiz ham har xil korobkalarni shakl berish uchun, korobkalarni tayyor narsa bo'lish uchun podgotovka bo'lib yaxshi chiqyapti. Hozirgi kunda qanaqa xizmatlar bilan shug'ullanib ketyapsiz? Aka, olib kelganingizdan keyin hozirgi kunda bizlarni siz apparatlaringizdan foydalanib, mana bunaqa turdagi kitoblarimizni chiqarish boshladik bolalar uchun. Har xil turdagi jurnallar, mana bunaqa yondagi qilinadigan jurnallarimizni qilib chiqaryapmiz. Maqsadimiz ham shularning kачествosiga e'tibor berish edi. Mana bundan buyog'iga kачествоsi zo'r chiqyapti. Fazliga mana ishlaringizga omad aka. Men juda ham xursand bo'ldim. Sizning ishlaringiz shunaqa yaxshi bo'lib ketganidan. Xitoydan Uzzi nomidan keldim desanglar, necha foiz skidka berasiz? 10% skidka beramiz. 10% skidka beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi intervyularni kutib qolinglar. Rahmat.